$120,000 ga mana shu xonadon sotuvga tushyapti. Umumiy yer maydoni 30 sotixdan iborat. Yangi Hayot tumani Chochtepa mahallasida bo'pti. Elitniy mahallani ko'rib tursa, hammasi qaddi baland, katta uylar. Xo'p, hovlisini o'zi mana shu 1,5 sotuv bo'lib qolgan ekan. Bu tarafga yana binosi tushgan. Mana shu yer to'lamiz ham bor. Mana shu binoning kattagina yer to'lasi ham qilingan. Xonadonimizdan kiramiz, video obzorini qilamiz. Ketdik. Asosiy bino kirib kelganimizda chap tarafimizda bitta bolalar yotoqxonasi bo'pti. Ko'rib turganingdek, o'ng tarafimizda ayollarimiz hozir qurgan kattagina oshxonamiz. To'g'riga o'tganimizda yana bitta bolalar yotoqxonasi yoki ota-onalar yotoqxonasi qilsanglar bo'ladi. Orqa qo'llar tashlangan. O'ng tarafimizda ko'rib turganingdek, birinchi qavatda mehmonxonasi bo'pti va bu tarafda alohida o'zining yuvinish xonasi, ikkinchi qavatda zinapoyasini o'zingizlar davom ettirib borsangiz bo'ladi. Hop, bu pastki yer to'lashlar, yer to'lasi mana shu bino o'zatiga qilingan. Ikkinchi qavatga chiqqanimizda, ikkinchi qavatda ham umumiy xonalar soni 4 xonadan iborat. Bolalar yotoqxonasi, ko'rib turganingizlar, ota-onalar yotoqxonasi, mehmonxonasi va yana bitta o'rtasidan bo'lsa yana bitta xona bo'ladi. Aytib o'tgan umumiy xonalar soni 8 ta xonadan iborat. Uyimizni ko'rgili yoqqansa bitta like bosib qo'yasiz. Umumiy yer maydoni 30 sotixdan iborat, 2 qavatdan iborat va pastda seli o'zining yer to'lasiga ham ega. Uyimizning narxini $120,000 baholashyapti. Yana o'tib bergan joylari ham bor. Yangi Hayot tumani Chochtepada joylashgan. Egalar pastini bilan yozib qolaramiz, aloqaga chiqarasizlar.